noldan biznes deydi-yu, lekin bir noldan boshlab olmaydi. Ozgina rasm yoqsa, Xudoga shukr, alhamdulillah, noldan beri shu mana bitta qo'yib olishgan mana. Kecha ham yo'q edi mana shu. shoqamoldan. Mana bach mana. Shoqda mana. Bach kecha ham yo'q bo'lgan. Bu tez o'sa 3 kunda mashina yetib oladi. Shuning uchun olmadim, hammasi olmadim. Akam professor. Bodring bo'yicha doktorlar ekan. Akam bilan bir qiziqib keldim. Pishganini ko'rsang bahri diling ochiladi. Deyapman. Don to'kish yo'q. Bir xillarda don to'kib yuboradi. Mana bitta bir xil teridan kecha uzilgan. Agar terim bo'lmaganda hozir betdan boshlab bo'lgan bo'lardi. Hozir don terilgan, qarang mana. Yonshoq bitta ham ko'ryapsizmi? To'xtashalgan. Shunchaki bir boshdan kuchini olar ekan-da. Qarang, bir boshdan ertagalgi uchuv to'g'ri tayyor bo'ladi, ertadan keyin tayyor, so'ng ketaveradi. Keyin shox chiqarib, yana shoxdan yana o'rniga bo'lib ketaveradi. Bu juda ko'pchilik o'ylaydi, bu kasallik mana. Baktek kasallik bor mana. Ba'zi birlar bor yetishmagan deydi, ba'zi birlar kalsiy yetishmagan deydi, va hokazo degan kasallik. Hamma tashxisi ko'p. Lekin buni asl sababi bu yorug'lik yetishmovchilik kasali emas, yetishmaydi bunga. Quyosh Quyosh yetishmovchilik bo'lyapti. Bu hozir kecha bugun bo'lmaganda, bu yondilar o'sib ketgan, quyosh bu tomondan chiqadi-da. Bu tomondan quyosh chiqadi, bu tomonga botadi. Mana ikkala tub, qarang, sog'lomlik hisobiga yorug'ni ushlab qolgan, bunga tushirmagan. Lekin bu o'sganda qarang, o'sganda yo'q bu mo'jasida. Bu o'sganda ham yo'q, buni ro'parasi. Bu ikkovda bor. Qarang, aynan. Buni eng maqbul yorug'lik yetishmovchilik asnoganda bunga hamma unaqa dori berish kerak, bunaqa dori berish kerak deydi, lekin asnoganda bunaqasi kerak emas. Bunga yorug'lik kerak. Mumkin. Mana shu ikkovini bo'yin pastlatish kerak. Mana ikkovi bor-ku. Nechun bunga pastlatish kerak. Mana bu bilan baravar qilib qo'ysam o'g'nalib ketadi. Bu oddiy usul. Billa ketish kerak edi. Uchalasini pastlatib qo'yadi, bu bilan sistem bo'lib qoladi. Shu bilan moyam yozilib ketadi. Bu oddiy narsa. Aka, bu qancha joyda? Soting? 20 sotaylik desa. Bitta 6 mingga ko'chadi. 6 mingga ko'chadi. Buni Avazbek qarang, ketib oling. Mana bu baklar hozir ko'rdik naryoqda. Ko'rganimiz quyosh yorug'lik yetishmovchilikda bo'lgan narsa. Bu mana bu tomon biz aytgan yechim berilgan, pastlatilgan mana. Pastlatilgandan keyin teng bo'lgan. Mana qarang-da mana. Bo'lgan, endi asosiy o'sib sog'lom bo'lib ketdi mana. Yorug'lik yaxshilangan, to'g'rilangandan keyin mana. To'g'rilanganiga yaxshi bo'lib ketgan ekan. Juda kasallikda o'zi yo'q. Lekin mana yonidagilar hosilda mana ko'ring, mana hosil yaxshi. Bunaqa emas. Ko'ryaptimi? Ko'rdim. Mana qarang. Yaxshi, chiroyli chiqadi. Bir bosh. O'zi qanchada tayyor bo'ladi bodring? Bodring o'zi asli olganda Birinchi uzum. yo'q, birinchi uzum yozgi kunida 25 kun, 30 kunda pishib yetiladi. 25 kunda. Nimaga 25 kun yozda yetiladi? Qish kunida 35 kun, 40 kun, 50 kunga ketib qoladi. Unda qancha uzadi? Umri uzoqligi. Umri uzoqligi zo'radi. 40 marta 50 marta yaxshi qarab tursangiz terim bo'laveradi. 50 marta terim. Bu degani 50 marta cherezdan uzganda ham 50 marta degani 100 kun uzadi, 3 oy uzadi. 3 oy uzadi. Endi bu narxga qaraydi asosan. Narx arzon bo'lib ketsa to'xtatib qo'yaveradi. Qaranglar, biznesda zo'r. Odam ko'rsa bahridan ochiladi. Mehnat qilib qo'yib ko'chatlarga daromad degan. Alloh o'z baraka bersin, ko'z tegmasin. Mevalar qaranglar. Qaranglar, mevalarni ham yeb tursa, chiroyli bo'lib mehnat qilgan keladi-da. Buni uzib olishgandan qolgan ekan, kecha kelganlarida deyapti. Buni kecha uzishyapti. Kecha qancha dedi? 260 kiloni uzishyapti. Kecha kelganlarida вообще zo'r edi deyapti, mevasi. Bu mana atapleniya ekan. Atapleniyasi ko'mirda ekan. Bu yerda mana havo berilar ekan. Alhamdulillah. Buni ekishdi, boqishdi, ularni professor biladi-yu, lekin nomerni qoldirib qo'ysam yomon bo'ladi, nomerni qoldirib qo'ysam. Biz ko'payib ketadi. O'zi ham ulgurmayapti. Telefon tinmayapti. Akamda ko'ngli ochiq, ko'ngli toza insonda. Shuning uchun klienti ham ko'p, ishi ham ko'p. Ishi ham keyin qiziqarlidan. Yoni mana shu matoh orqali ochilar ekanda, birisi yonga tushib ochilar ekan. Havosi ketgan payt. Admal aka qarang, bitta qilish ishlarimiz bor.
Birinchi tomchi suvni qochiramiz. Qochirmasak bo'lmaydi kapelnitsani. Tushundingizmi? Buni tagiga baylab qo'ydingmi? Yo'q, baylasiz iloji tortgansiz bo'lmaydi. Tagiga boshqa qo'rqasini dedim qochirish kerak, qochirmasa bo'lmaydi. Ikkinchisi, mana chaqni. Juda katta xato mana. Biz katta muammomiz mana shu yerda turibdi. Xudo xolasa bugun erta sovuqlar o'tib ketadi-yu, shanba kuni telba tashlaysiz, bitta qomda qilib olasiz shanba kunga. Termizni nima ziyoni bor? Normal to'sadi termiz. To'sayapti. Halidaqa baki nima bo'lib qoldi? Ha, bakada xuddi ko'rgan shunaqasidan termiz chiqadi. Hozir ochig'im hozir yopdi. Meni ham aqlim yetib qo'ya qarang. Kerak bunga. Rosa Bu ko'ra kelganimizdan ko'chadan chiqib o'zgardimi? Yo'q. Suvni qochiraman desam Oltinbek aka, yana bitta narsa bor-da bu yerda. Taya arziga ekan. işte arzi bilaman, bu yerda turibdi. Shunday bo'ladiki, Qo'yib o'rnayapti-da. suv qo'ysiz, yer loy bo'lib qoladi. Suv qaytgandan keyin g'ishib qoladi. Shunaqa bu iloji yo'q. Shuning uchun yo'q. Siz hozir bor-ku, siz o'ylaysiz, kapelnitsani mana yaqin olib kelsam yaxshi bo'ladi deb o'ylaysiz. Siz asosiy dorini shundan beryapsiz. Endi to'g'rimi? Bu siz uchun yaxshi bo'ladi xolos. Nimaga siz ko'zingiz bilan ko'rasiz, ichadi deb o'ylaysiz. Lekin bunda yaxshi ichmaydi ko'chatni. Buni asli olganda kapelnitsani deb turib makka olish kerak bo'ladi. Makka olsangiz tomosh bu metti tomirdan ko'ra yangi tomirchalar, popi tomirlardan ozuqani yeyish oson bo'ladi. Shuning uchun buni bu yoqqa surish kerak. Qaranglar. Gummi qo'shib bo'ladi. 200 litrga 2 paqir yetadimi? Yo'q, tushunmayapsiz. 200 litr bo'lsa-ki, yarimdan ko'proq gum soling. Yo, aytda boshqa bor. Katta yonks bor. Yoki buni og'daradi. Uni ichiga suv to'ldirib achitamiz. Siz 200 litr bochkangizga siz qancha qo'shmoqchisiz? Bir paqir ostida, tushunyapsizmi? Qarang, 2 paqir ostida o'sha 200 litr bochkangizga yarim gum qiling. Yarim gum qilib qaynoq suv qataling. Aytganingizda unga anaqalar bor, gidrokompleks bor, meva boqgan ozuqalar bor, gumilar bor, bu narsa balolar beramiz, ozuqalar beramiz. Unga обязательно xlorofosgen dori ham beramiz. Nimaga? Xlorofos bersangiz, go'ngdagi hasharotlarni zamir o'ldirib berish kerak. Haligini beramiz. Bitta aralashtirib, bitta bo'tqa tayyorlab olasiz. Haligidan 1 litrni olasiz, 10 litrga qo'shasiz. Bu tomondagi bir paqirni qilib chiqasiz. So'ng siz 2 paqir tayyorlab chayasiz, sirazi bo'ladi. Buni bu yoqqa olishingiz kerak, bu vaqt o'tib ketib qoladi. To'g'ri, yonga tegmayapti-da. Tushgan joyga pastga qarab yo'lga chiqib ketyapti. Toshda orasiga kirib ketayotgan. O'shaning uchun kapelni turibsizmi o'zida? Yo'q. Qancha joyda aka bu? Общий. 30 sot tepasi chiqadi. Ikki tomon bo'lib 30 soting. Mana, ya, ikki tomon. 30 sot. Mana tosh bo'lib yotibdi. Mehnatga yo'q. Odamlar aytsang kuladi. Bu narsalar kommentariy yozadi, lekin men toshni qilyapti-yu. Ha, dehqonchilik. Toshda bo'lyapti. Mana tosh. Mana tosh. Hamma ishga o'ziga yarasha mehnat kerak, o'ziga yarasha sabr kerak. O'zini odami bo'lish kerak, qiziqish kerak. Qilsa bo'ladi. Faqat mehnat, e'tibor, shijoat kerak. Mana bu tiplaslar harakat yo'li. Ne kirib ketyapti. Ventilyatori hamma narsasi bor. Ko'p 30 qop ko'mir ketadi. Bir kunda qancha ko'mir yoqasiz hozir? O'sha 30 qop ketadi. 30 qop ketadi. Yarimtadan bo'lsa ham 15 qop sig'ar ekan. Yarimtadan 30 ta tashlayapsiz-a? 15 qop. Qancha ketadi shu 15 qop? 20 qop ertalabgacha yetadi. Bo'ldi. Eng og'ir nuqtamiz shu. Bu pitsani kelib, ko'rimini g'alab ol, buni qil, tashlab o'tirmizlar degan zamonda alam qilgan dehqonimiz. Chetda bo'lgach qattiq deyardi, endi iloji yo'q. Rasot qilyapti, u natijam bo'lish kerak-da bunga. Shuni qanday qilish kerak? Qanday to'g'riroq qilish kerak? Mana aka buni ko'ring, mana yangi bash chiqaryapman mana. Yo'rib chiqqandan keyin Mana o'zgaryapti. Shuni ham ko'rmayapti dehqon. Nima qilish kerak hayronsiz. Tamom, qarang mana. Qarang yangi chiqargan. Mana dehqon uzoqqa borib so'rash keragi-ku. Bitta o'zgarishni o'zgaryapman. Chiroyli bo'lib, demak yaxshi ketyapti. Shuni qilish kerak. Hozir mana xonaga sovuq bo'lyaptimi deb yoptirdi-da yana. Yotish kerak. Kimdir pani sovuq ketibdi. Nima sovuqsa polni olib tashsa bo'lar. Ha, bo'pcha bilmadim. Domasalaring katta ziyon qilasizlar, aytib qo'yganman. Katta ziyon bo'ladi, o'tashinglar deganman, aytganman ularga.
O'shaning uchun hamma narsani ustasi bor. Doktor aytgan qilish kerak. O'zi ruxsatsiz kirish mumkin emas ekan. Sizlar uchun kirdik endi biz. Bu aka nimaga aytgan qilmayapti? So'g'ib shekilli, so'g'ib ketishdi. So'rab ketishdan. Doktor aytyapti, doktor aytgan qilavermaydimi? Doktor o'zi tabibga borishadi odamlar. Ha. Tabibga ko'rganlar. Olish kerak lekin. Hamma doktorga boraversa bo'lmaydi-ku. Tabibga ham borgan-da. Yo, o'zi bilsa o'zini aytgan qilish kerak menimcha. Yo, bitta odam aytgan qilish. Shu kungacha qildi-yu, mana shu kungacha qildi. Men aytdim, kelib bir marta kelmadim. Kelganda kirib ko'raman, bunday qiling deyman. Xo'p deb qiladi, ashtirimiz yeganda yopishib oladi. Bo'lishmayapti, ta mayli. Nasib. Hozir qancha joyda bor bunda? Qanaqa? Bu ham bir 30 so'tik bor. Ha, 30 dan ko'p bitta. 30 dan ko'p. O'g'ay. Qancha joyda bu? 8 so'tik. Qancha uzdingiz? Endi havo nimasiga qarab ozroq uzdik. 2 qop 2,5 qopdan. 2,5 qop. 2,5 qop endi bir 50 kilomi? 60 75 kilo. 75 kilo uzdingiz. Qancha joyda dedingiz? 8 so'tik. 8 so'tikda 60 kilometr oldi uzdingiz. 75 kilo. Havo nima bermayapsan havoni? Oching hozir, yorib oching, tez yarim oching hozir. Tez. Yarim hammasi ochiq, tez dedi. Katta ekan, shunaqa ekan deyman. Ko'chat katta ekan deydi. Katta ekan, g'ovlab ketdi. Qarang, umuman boshqa sohalardamsiz. Sohada deyarli tushunmaysizmi? Yo'qmi? Mana, bu holat turgan buydek ko'chatlar. Bargini qarang, qip joyda dimlab qo'yganidek qarang, bargini qarang. Ko'ryapsizmi? Bu mevani qarang. Hammasi meva, bu mevani qarang. Mevani qarang. Ashta meva bor bir tupashda. Bir dunyo yo'q. Mashina boqish kerak. Bu odamlarga Aka nimaga buni baki ochroq? Qandaydir. Ko'kmi emas balki. havo dam beti, havo yo'q. Tepisdan bo'y past. Bo'y ko'tarish kerak. O'sha hisobiga 1 soat bo'ldi bekitib qo'yganda, 1 soat bo'lmagan, 2 soat bo'lganda bekitib qo'yganda. Qarang. dim. Dam. Narigi borgan joyimizda ichi ko'kroqda balki. Ko'kroq ko'rasizmi? Uniki asli havo ochiq edi. Ozroq havo ochiq, bekat sizlar sid deyapti bunga. Bunga havo. Qarab turish kerak ekan temperaturaga. Bo'yi ham buni nima ekan-da? Yo'q, men bo'yini ham baribir razmeri bor ekan-da o'zini. Nimaga balandroq bo'lish kerak bodringga? Bodring pomidor balandroq bo'lsa, hozir zamonaviy issiqxonalarda tepisdan bo'yi eng kam 6 metr bo'ladi. Zamonaviy issiqxonada 6 metrgacha eng kam. Qalampirga pastroq bo'laveradi? Qalampirga bu 6 metr bo'lishi kerak. Nima? Issiq bo'lishi kerak. Endi biz qalampir bo'yitmaydi deb pakar qilinadi-yu. Keyin necha gradusda nimadan to'xtaydi, amaldan to'xtaydi bodring? Bodring +5 ga to'xtaydi amalda. Shu to'xtab. +5 da. +5 da qatiydi. Qatiydi. Yomon qiziq boraman tashlab ma'lumotlarga. Bilasizmi? Ha? Ichkarigacha so'rab. Mana bodring ko'chatlari qancha joyda qancha meva qiladi, necha oy uzadi, necha kilo o'z meva qiladi va qanaqa qilib isitadi. Hammasi. Boringki jami Adan Yagacha bo'lgan ma'lumotlarni so'rab bilyapmiz. Akam mana dehqon bobo ekan. Alaykum assalom. Buni aka nimasi mazza? Bodring o'ziga yarasha. Ya nimasi mazza? Nima qilgan mazza qilasiz? Yeganingizda, uzganingizda, sotganingizda. Ustida uzib yeganingizda mazza qilasiz. Bog'ida. Eng shirin joyi o'sha bo'lsa kerak. Uni uzib yeganingda mazza qilsang kerak. Damdagi bo'ladi, damdagi mana. Zamin bo'l. Zamin tushib qolaman shu. Nima bo'lmasa kerak. Havo berish kerak. Buni sizda bo'lsa, buni Avazbek qarang, e'tibor bering. Mana bu baklar hozir ko'rdik naryoqda. Ko'rganimiz quyosh yetish bog'liq yetishmovchilikda bo'lgan narsa. Bu mana bu tomon biz aytgan yechim berilgan, pastlatilgan mana. Pastlatilgandan keyin teng bo'lgan. Mana qarang-da mana. Bu bo'lgan, endi asosiy o'sib sog'lom bo'lib ketdi mana. Yorug'lik yaxshilangan, to'g'rilangandan keyin mana. To'g'rilanganiga yaxshi bo'lib ketgan ekan. Juda kasallikni o'zi yo'q. Lekin mana yonidagilar hosilda mana
Ko'ring, mana hosil yaxshi. Bunaqa nimadas. Ko'ryaptimi? Yo'q, o'ldi. Mana, qarang. Yaxshi, chiroyli chiqqan. Bir bosh. Bir 40 yoshlardan o'tib, rosa ishlarni qilib, hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'yib qiladigan ish ekan bu. Daromadidan ham hosil berganini ko'rsang, mehnatning mevasini ko'rsang, yeylaysan.